Xudo rozi bo'lsin hammamizdan. Aroq ichgan insonni, yana aytdilar Rasululloh, namozi 40 kun qabul emas. Bir joyda qarang, mana shu gapni aytsam, aroq ichgan insonni 40 kun namozi qabul bo'lsa, bittasi aytadiki, qoraga bo'lsam 40 kun dam olib turaveraylik, namoz o'qimasdan deydi, aroq ichsa deydi, qarang. Ey inson, tushungin, bu gapning ma'nosi unaqa emas. Sen qana holatda bo'lsang ham namoz farz senga. Qayerda bo'lsang ham, qaysi kasb egasi bo'lsang ham, samolyotda bo'lasanmi, kemada bo'lasanmi, suvni tagida bo'lasanmi, oyda bo'lasanmi, Marsda bo'lasanmi, Xudo hech qachon 5 vaqt namozni bandadan soqit qilgan emas. Aroq ichgan inson 5 vaqt emas, 10 vaqt namoz o'qib tavba qilish kerak. U aroq ichgan insonni 40 kun namozi qabul emas degan gapning ma'nosi azizlar yaxshi tushunib olaylik. Alloh taolo xolasa o'sha aroq ichganning kasofatiga 40 kun o'qigan namozga savob bermasa kerak degani. Savob bermaydi degan, lekin o'qiydi degan. Bu nima degani? 40 kun bepul ishlab beradi degani. Bir madikorni uyingizga olib keldingiz, nima qildi? Bitta narusheniya qildi. Endi nima deyapsiz? Endi shuni narusheniyani nimasiga 40 kun bepul ishlab berasan, bir tiyin bermayman deyapsiz. Xudo ham shuni aytayapti. Endi 40 kun namoz o'qiysan, o'qimaysan emas, xohlasam shu 40 kuniga savob bermasligi mumkin degan azizlar. Yaxshi eshitaylik, mana ichlarimizda yoshlar ham bor azizlar, yoshlar. Aroq degan narsaga, nasha degan narsaga, sigaret, nos degan narsaga umuman nima qilmaydi? Yaqinlashmaydi. Ha, odamlar so'raydi. Sigaret deydi, nos tahoratni buzadimi yo yo'qmi deydi. Azizlar, bu masalani so'rashdan oldin o'zi sigaret bilan nos cheksa bo'ladimi yo'qmi? Shuni so'raylar oldin. Hamma shuni so'raydi. Qoraka tahoratni buzadimi sigaret yoki nos buzadimi deydi. Ha, u bilan nima ishing bor? Sen mo'minsan, Xudoning bandasisan, payg'ambar alayhisolamni kim ummatsan, ertaga 2 kundan keyin bormisan, yo'qmisan, bu yer tagida yotib munkar va nakirga so'rovga yo javob beralasan yo yo'qsan. Azroilga yaqinda bir ro'baro keladigan insonsan. Sigaret bilan nosni tashashni o'ylagan banda. U sigaret nos tahoratni buzadimi yo'q, uni o'ylama u masalani. Sen nimani o'yla? Sen o'ylaki, mana shu sigaretni qana tashasam bo'ladi yoki nosni qana tashasam bo'ladi. Mashta turibdi azizlar, cho'ntaklaringda turibdi, borma, bilaman. Sigaret ham turibdi, ba'zilaringiz cho'ntaklaringizda, nos ham turibdi azizlar. Mana shu aytilgan gap, pan nasihat Xudodan, payg'ambar alayhisolamdan bitta ogohlantiruv, bitta haligi signal siz bilan men tilimda aytgan. Bugun chiqib tavba qiling. Bugun shu irg'itib oling mana shu cho'ntagingizdagi nosni, sigaretni. Xudo rozi bo'lsin, eshitganlaringiz uchun rahmat. Muhabbatlaringizni Xudo bundan da ziyoda qilsin.